Hozir eng katta muammo til o'rganishda a, ko'p nimada kitoblarni ochib qaraydigan bo'lsa o'sha sentrlarda endi ayb sentrlarga qo'ymayman chunki a, hamma yoqda mana shunaqa kitoblar ko'p tarqalib ketganda a, u kitoblarni o'sha o'rgatadigan kitoblarni problemasi til o'rgatadigan kitob shu yerda headway bo'lishi mumkin straight forward balobatlar ishqilib ko'p nomi chidi qiladigan ishi почти hammasiniki bir xil shu bitta darsni o'zida nechtalab 50 60 70 talab so'z tiqib tashlaganda Ah, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Bu nimaga o'xshaydi? O'sha ah, siz masalan mashina haydashni o'rganmoqchisiz, lekin sizga instruktor mashina haydashni o'rgatish o'rniga zapchastlarni o'tlatyaptida. Bunaqa qiladigan bo'lsa, masalan, любой odam asab buziladi, lekin u kitobda shunaqa bo'layotganini ko'pchilik bilmaydi. O'shaning uchun o'rganaveradi. Lekin buni yodlagan bilan, masalan, hamma zapchastlarni yodlab chiqqan bilan ham haydashni biladi degani emasda bu. Ustachilik qilmoqchi bo'lsa ekan, u boshqa gap. Ya'ni til bo'yicha o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsa, unda lekin shunda ham kerak emasda, bor ko'p narsasi. Shu narsa. Ya'ni hamma narsani yodlab qancha vaqt ketib qoladi-da shunaqa narsaga. Odam esida qolmaydi o'sha. Masalan, mashqlarni quvratdi. Даже eng cho'tki ball olganda ham ko'p narsa esda qolmaydi. 80-90% esda qolmaydi. Buni yo'li nima? Yo'li eng kerakli narsani o'rganish. Bu ham bo'lsa, masalan, rul, gaz, tormoz, yana mana bu bokovoy boshqa narsalarda. Shunaqa narsalarni o'rganib, maksimalni ko'proq haydash mashinani. Tilda ham xuddi shunaqa. Eng kamgina so'zlar bilan juda ko'p gaplashsa bo'ladi. Mana videoni ko'rgan bo'lsanglar, qatnashmaganlar videoda ham shunaqa qilishgan bo'lgan. O'tgan darsda arzimagan 4ta 5ta so'z bilan biz qancha butun bir dars o'tdi-da. Takrorlash. Повторение мать учения deydi. Ya'ni takrorlashsiz juda ham o'rganish qiyin. Lekin takrorlashning shu qiziqarli yo'llari bor. O'sha savol-javob har xil yo'llarni ishlataman darsda. Shu metodika orqali shunaqa o'rganasizlar. Har kuni shunaqa qilib o'rgandan keyin уже odam вообще ya'ni qo'pol qilib aytgan bez bo'lib ketadi-da. Ya'ni gapirishdan umuman qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Ko'pchilikning problemasi gapirishga kelganda mak-mak qilib makillab qoladi-da. Uni nega sababi? Chunki o'sha kunini mana bunaqa o'tkazgan, zapchasi yodlab. Bir marta ham haydamagan mashina. Haydamagan odam birinchi marta o'tirganiga dovdirab qoladi-da bunda. Har kuni haydaversa, u вообще bechpirani ko'zini yumib haydaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun darsda ham shu narsaga e'tibor beramiz. Biz maksimalniy praktika. Shu kamgina narsa bilan ko'p ishni bitirsa bo'ladi. Shu narsani aytmoqchi edim boshida sizlarga. Mana o'tgan safarga o'tgan narsamiz bu. Men buni yozib chiqdim. Bo'ldi. Hozir mana nima qilamiz? Menga 3ta volontyor kerak bo'ladi. 3 kishi bitta paragrafdan tarjima qilib berasizlar-da, o'qib. Okay? Qabul. Promoy o'zbekchasini tarjima qilib ketsa ham bo'ladi. Kim birinchi? Men boshlay qolay. Avbek? Fikratxonman. Bo'ldi, okay. Tarjima qilingchi. Bola bor. Bola Donald. U bola. U Donald. Sen bolam. Sen bola. Degani? Sen. Sen yoki siz. Siz bola, siz Donald. Siz mushukmisiz? Yo'q, siz mushuk emassiz. Siz bola. Siz bir bolasiz. Bitta hozir Siz bir bolasiz. Mana the bor-ku, the o'sha degan ma'noni beradi-da. O'sha. U o'sha bola. Siz o'sha bolasiz. Ya'ni siz o'sha bolasiz. O'sha bola Donald, siz o'sha bolasiz bo'lyapti-da. Siz o'sha bolasiz. Zo'r. Well done. Well done degani молодец degani. Well done. Okay, keyingisi? Men o'qiy qolay unda. Okay, Albek, go ahead. Tak. Zeresa somsa, tak. Promoy o'zbekchasini o'qib ket tur. Bo'ldi.
Tak, bu somsa. Tak. Tak, qara. There is Ha. nima degani edi? Kim aytadi? Bor. To'ppa Ha, to'g'ri, bor degani. tak. Ha, somsa bor tipi. Bitta somsa bor. There is a Ha, somsa. bitta Mana somsa bir bor. degani esingda. Da, bitta somsa bor. Tak, somsa u Sam. Da. Mana zini hozir nima aytdim? O'sha somsa. Ha, O'sha o'sha somsa. somsa. To'ppa to'g'ri. O'sha somsa. O'sha somsa Sam. Sam. Aha. Men Sam tipi. Mani Aha. ismim Sam. Aha. Bitta bor, Man qara. somsa. Hozir uzr. Ani prosta boshidan ani to'g'ri nimani qilsak, hozir to'g'ri qolsan, lekin bitta narsada mana I am ko'pchilik m ni nima qilmaydi? M man deganda o'shanda. Men, man, Sam. Ya'ni men, Sam, man bo'ladi. Shunaqa tarjima qilsak. Ha, men Sam man. Mhm. Men somsa man. Aha. Men Sam man. Somsa bor. Da. Men Somsa. bu yerda mana shuni kim qiladi? Abdulloh. Labbe. Qilchi Men shuni. senman o'sha somsa. Ha, bu ham I am yaxshi. Sam. Siz aniq shu tumanda anaqa bo'lib qolyapti-da. Ha, Yuzingiz ko'rinmayaptimi? to'sib qo'yyapti. Ha, ko'rinmay qoldi. Mana ko'rindi. Bo'ldi. I am Sam, the Samsa. Mhm. Man Sam man, Samsa man. Ha, xuddi u aytgan narsani aytdik sana. Men Sam somsaman deb tarjima qilinadi bu. Bularda shunaqa aytsa bo'ladi. I am Sam desam bo'lsa. Albe davom et. I am not a dog. Men kuchuk emasman Aha. va mushuk ham emasman. Men mushuk ham Ha, emasman. to'g'ri, to'g'ri. Men somsaman. Aha. Men Samman. Men Samman. Somsa bor tipi. Da. To'g'rimi? Men O'sha Sam somsaman, somsaman. o'sha somsa. O'sha somsa Da. bor. O'sha Men somsa. Sam somsaman. Da. Oxirgisini hozir kim Aytsam bo'ladimi? Aha, qil. Kuchuk emasman. E. Yo, anaqa kuchuk yo'q degan Ha, ma'noda-da. kuchuv yo'q. Kuchuk yo'q, mushuk yo'q, Aha, qiz yo'q. qizi yo'q. There is a boy and samosa. Aha. Bola bor va somsa bor. Da, bitta bola va somsa bor. Bitta There is bola va somsa. and a samosa. To'ppa-to'g'ri. There is a boy and a samosa. Yaxshi. Hozir mana shu o'tgan safar nimasida o'tganimiz. Buni buni olib turamiz. Esda qolganicha. Hozir uni chunki tursa, silishga oson bo'lib ketadi. Hozir endi o'tgan safargidek qoidalar esinglarda, qoidalar. Birinchisi o'sha gap aytaman, ikkinchisi sizlar biladigan savol beraman. Ikkinchisi sizlar bilmaydigan savol beraman. Shu, mana shu uchta narsa. Ham bor aytgancha klass deganda. Klass desam nima deyish kerak edi? Yes. Yes. Yes deyish kerak. Klass desam yes deysalar. Bitta gap aytganimda o'sha deysalar. Da. Shu mana shu uchta narsa. Demak, hozir nimadan boshlaymiz? Birinchi savol javobdan boshlaymiz. Eng osonidan. Hozircha hamma общий javob beraveradi. Keyin individualniy savol beraman. Class. Yes. Yaxshi, zo'r. Is there nima edi? Savol. Tarjimasi Bor. Bormi degani. bormi degani, to'ppa-to'g'ri. Is there bormi? Shu narsa. Class. Yes. Is there a boy? Yes. Yes, there is a boy. There is a boy. Class. Yes. Is there a girl? No. There is No. not a girl. Yes, there is not a girl. There is a boy. There Class. is a boy. Yes. Is there a boy or a girl? There is a boy. There is a boy.
Yes, boy. There is a boy. There is a boy. Okay. Uh, what? Class? Yes. Yes. What is there? There is a boy. Yes. Oy, Savol nima yo, bo'ldi? yo, yo. Tarjima. Bu nima? O yaxshi ham To'g'rimi? so'radim. Yo, Yo, bu nima emas. There is a boy. What is the boy dedingizmi? What is what? there dedim. What is there? Nima Что bor? есть dedingiz? Nima bor? What is Nima there? bor? To'ppa-to'g'ri. Что есть degani. Adashtirib To'ppa-to'g'ri. Nima bor? What is there? What is there? Javob. There is a There is a uh, bo- The there boy. is a boy. Boy. Yes, that's right. Просто And samosa. yo uni keyin qo'shamiz. Samosa ham. There is a boy. Ikkilansa savol beramanda. Yaxshi so'radim chunki anig'ini bilib oldinglar-da endi. Class, yes. Yes. what is there? There is a boy. Yes, there is a boy. There is a boy. So there is a boy, there is not a dog, there is not a cat, and there is a boy. Okay. Keyingisi. Who? Class, Yes. Yes. who is the boy? The boy is Boy Donald. is Donald. Yes, Yes. exactly. Hozircha qisqa javob bersanglar bo'ladi, keyin o'zinglarni galinglar kelganda to'liq beraverasizlar, xo'p? Hozir shuni Donald desa bo'ldi, to'g'rimi? Ha, Donald desanglar bo'ldi. Bola kim Qabul. desam, chunki o'zi masalan o'zbekchada ham shunaqa-yu, bolam qayoqqa ketyapsan desa, onasi men bozorga ketyapman deb cho'zib o'tirmay, bozorga deydi. Xuddi shunga o'xshab. Class, Qabul. Yes. 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 who is the boy? Donald. Yes, Donald. exactly. Donald is the boy. Cho'ta Jamshid akani ovozi eshitilmayotgandek bo'lyapti. Menga yo'q. Shunaqa tuyulyaptimi? Ya ichimda gapiryapman-da. Jamshid aka. Ustingizni gapirsangiz ham mayli, lekin ichimda gapiraman. Biz ham nima qilaylik, eshitaylik gaplaringizni. Okay. Demak, class, Yes. 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 is Donald a boy? Yes. Yes. Donald Yes. is a Yes, Donald is a boy. Class, Yes. yes. is Donald a cat? No. 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 Donald is a boy. Yes, Donald is not. Yeah. Mana işte is ketyapti. Donald is not a cat. Donald is a boy. Okay. Class, Yes. Yes. what is Donald? Donald, it's a boy. Boy. Yes, absolutely. Donald is a boy. The boy. Yes, Donald is a boy. There is a boy, and the boy is Donald, and Donald is the Is a boy. boy. Hamma desam bo'ladi. Donald is the boy, and the boy is Donald desam, ikkovi ham bir xil. Ani pyashnitsa desa ham bo'ladi, sheshnitsa desa ham bo'ladi. Shunaqa variant. There is a boy, the boy is Donald, and Donald is the boy. Lekin tarjima ikki xil. Bittadan hozir sizlarga savol beraman har bir odamga, okay? Qabul. Bu yerda endi to'liq nima qilishinglar kerak bo'ladi, to'liq javob berishinglar kerak bo'ladi savolga, oldingiga o'xshab. Are you, Abdullah, is there a boy? Yes. Yes, there is a boy. And the boy is who? The boy is Donald. Yes, the boy is Donald. Are you Donald? No, I'm not Donald. I'm Abdullah. Abdullah. Yes, Abdullah, you are Donald. No, I'm not Donald. I'm Abdullah. Abdullah, you are Donald. You are Donald. Oh,
Yes. Abdullah, Yes. are you Donald? Yes. Yes, exactly. You are Donald, and you are a boy. You are Donald the boy. You are not a cat. You are not a dog. You are Donald the boy. Okay. Yes. Next, Fikrat Khoneke. Yes. Uh, you are Donald. Okay? Yani hozir darsda hamma Donald bo'ladi-da, чтобы man buni practice Okay, okay, I understand. Yeah, okay, good. Yeah, yeah, okay. Fikrat Yes, I am Donald. I Okay, am good. not cat. Uh-huh. I am not samosa. I am Donald. Good, good. Yes, you are Donald. You're not a cat. You are not a Not a samosa. samosa. You are Donald, and you Mm. are f- Donald. Are you a boy or a girl? Boy. Donald is a boy. Yes, I am a boy. yes. You are Donald, and you are a boy. Okay, Yes, of course. absolutely. Donald, Fikrat Khoneke, Donald. What are you? Um, What are I you? I am Savol I am nima a bo'ldi? boy. Ha. Siz nimasizmi? Xuddi shunaqa dedim. Siz nimasiz Ha. dedim. Mana shu yerda qarang, what nimaga shu anaqaga ishlatiladi? Ha, Odamlarga who ishlatilmaydimi? who desam u ismingizni so'rayotgan bo'laman-da. Ha, kimsiz degani emasmi Ha, bu? Who are you? who are you? Kimsiz bo'ladi-da. What are you? Ha. Nimasiz? O'shanda endi unaqa savol berilmaydi-yu, lekin bu yerda hozir Ha, просто berilmaydi-da o'zi. Ha. g'alati Ha, bo'lib bo'ldi. qoladi, chunki Sen javobga qiynalyapman-da o'shaning uchun. Inoplanityanga bersa bo'ladi-da buni. Ha, sen nimasan degan deyapti-da. Nimasan bo'lyapti. Okay, I am a boy. Yes, mana shunaqa. Chunki I hali am a boy, I am a Donald. Chunki darsda hali bo'ydan boshqa narsalar ham qo'shiladi-da, уже samosa qo'shilganini ko'rgansiz. O'shaning uchun Bo'ldi, u tushundim. yerda уже I'm a boy deya olmaysiz-da. Masalan, o'sha yerda Ha. so'rayman, mana what are you desam, уже I'm a samosa deysiz. Okay. Good. Okay. Yes. You are a boy and you are Donald. You are Donald the boy. Very good. Now, Albek, Yes. who are you? Who are you? I am the boy. Yes, exactly. You are the boy. And I am the boy. Qara, I am the boy deganing ham to'g'ri-ku. Bitta who are you dedim-da, kimsiz dedim. Kimsizga I am Donald sen to'g'riroq bo'ladi. Okay? I am Donald. Yes. What are you desam I am a boy sen to'g'riroq bo'ladi. Avulbek, Yes. what are you? I am the boy. I am the boy. Yes, you are the boy and you are Donald. Absolutely right. Jamshid aka? Yes. Va nihoyat Ganish keldi. You are Donald, okay? Okay. You are Donald. Donald, are you Donald? Yes. To'liq javob berishingiz kerak. I am a Donald. Yes, exactly. You are Donald. Donald, are you Michael? Haydarwari? Are you Michael? Michael Jackson. No. I No, am a Donald. Yes, you are Donald. You are not Michael Jackson. You are Donald. Absolutely right. Okay, good job. Good Well done. Now, let's add that. Endi kechigiga o'xshab 3-chi personajni qo'shamiz. I am class. Yes. Who am I? You are Muhriddin. Teacher. You are teacher. Yes. Well, no, not really. I am not a teacher and I am not Mukhaddan.
You Videoni are the ko'rganlar ham bilishi samosa. kerak. Ha? You Are are you a Donald? Are you Donald? I am Donald. No, I'm not Donald. you are the samosa. Samosa. Yes, Samosa. exactly. Yes, I am. Fikratxonaga Samosa. qildilar lekin bitta o'zlari. Okay, class. Yes. Qaranglar-da, men Yeah. kimman deyapman, bitta ismimni aytishinglar kerak-da. Nimaman desam, somsa desanglar bo'ladi. Class, who am I? You are the Sam. Ana va nihoyat. Yes. I am Sam. I am Sam the samosa. I am not Donald. I'm not Michael. And I am not Mike. I am Sam. Class, Yes. Yes. what am I? You are the You samosa. are samosa. Ana, you are samosa. Mana mana ko'rdingizmi shu joyga keldi. What am I ga mana aytsa bo'ladi. You are samosa. Okay, yes, I am samosa, and I am not a boy. I am a samosa. I am Sam the samosa. Okay, I am Sam the samosa, and you are Donald. Excellent. Good job. Now, endi o'tgan safargiga o'xshab hozir общий describe the situation degan joy bor edi. Esinglarda bo'lsa. Aha. Da. Eng dahshati describe the situation. Situation. Hushyor qaynaysizlar shu joyda. Nima edi tarjimasi Abdulloh? Опиши Опишите ситуацию. ситуацию. Da, holatni tasvirlab hasha. Bering. Tasvirlab bering. Yes. Okay, describe the situation. Demak, birinchi o'zim boshlab beraman, sizlarga misol bo'lish uchun. Hozirgacha o'tilgan narsalarni hammasida. Xo'p bo'ladi. Demak, listen carefully. Diqqat bilan eshiting. There is a boy. The boy is Donald, and you are Donald. You are the boy. You are not a cat. You are not a dog. You are a boy, and you are Donald. You are Donald, the boy. But nima edi but? Shuni o'tmaganmiz aytgancha. No degan. degan. No. No, lekin da, no. lekin you are a boy, but I am not. I am not a boy. I am samosa. I am Sam the samosa. You are Donald the boy. I am Sam the samosa. I am not a girl. I am not cat. I am a samosa, and I am Sam. Okay. Now let's start with Abdullah. Abdullah, you are Donald. I am Sam. Describe the situation. Okay. I'm a Sam. I am a Donald and I'm a boy. You are the Sam and you are the samosa. You are not dog. You are not a boy. You are not a cat. You are samosa. You are a Sam. I'm Donald, and I'm not Michael. I'm not a cat, and I'm not a banana. I'm a boy. Excellent. Well done. Yes, good job. Well done, Abdullah. Well done. Yes, you are Thank you. Donald the boy. I am Sam the samosa. And you are not a samosa. I am samosa. You are a boy. Excellent. Well done. Let's try Fikrat Honecker. Yes. You are Donald. I am Sam. Describe the situation, please. Okay. There's a boy. I am Donald. I am not Cat. I am not Sam. I am Donald. You are not Donald. You are not Mike. You are a boy. You are Sam. You are Samosa. I am not Cat. Okay. I am finished.
Yeah, yes, well done. Good job. Good job. Yes, Thank you. excellent. Thank you. Yes, good job. Mana shu yerda bitta yangi narsa o'rgatib ketaman. Sizlarga foydasi bo'ladi degan umiddaman. I am done desanglar bo'ldim degani. Uh-huh. I am done. Bo'ldim. I am done. Okay. Yes, you are Donald. I am Sam. And you are not a samosa, you are a boy. I am a samosa and I am Sam the samosa. Good job. Jamshid aka, Okay. describe the situation, brother. Uh-huh. Hello. O'chib qoldim. Ha? Yo'q, siz gapirmadingiz hali. Jim bo'lib qolgan. Yeah, describe the situation. Hozir hamma qilgan ishni siz ham qilasizda. You are Donald, I am Sam. Tushundingizmi nima qilish kerakligini? I am Donald. Aha. I am Donald. I am a boy. Aha. You are is and not a dog. Aha. You are is a cat. Mhm. You are Sam. Yes, I am Sam. You are a samosa. Yay! Well done. Excellent. Yes, absolutely. Yes, Jamshid Donald. You are Donald. I am Sam. You are a boy. I am a samosa. You are not a samosa. I am a samosa. You are a boy. And I am Sam the samosa. You are Donald the boy. Well done. Excellent. Excellent. Okay. Endi shuni sal qiyinroq variantini qilib ko'ramiz hozir. Nima bilan? Abdullo bilan boshlaymiz. Mhm. Abdullo endi mana bunaqa qilish kerak bo'ladi. Savol qo'shamiz bu yerga. Masalan, Aha. is there bormi, to'g'rimi? Mhm. Bitta qaranglar, savol qilishda mana is, am, are'li oldiga chiqadi-da, okay? Bundoq qilib turib, bu yoqqa bundoq qilib qo'ysanglar savol bo'ladi. Is she, is he, shunaqa. Yoki am I? Hozir ko'rsatib beraman qanaqa qilishni. Har bitta o'zinglar savol berib, o'zinglar javob berasizlar-da. Shunaqa. Tak, is there a boy? Yes, there is a boy. Who is the boy? The boy is Donald. Are you Donald? Yes, I am Donald. Endi bu yerda Donald sizlar bo'lganinglar shunaqa. I am Donald. And is there a samosa? Yes, there is a samosa. Who is the samosa? Samosa is Sam. Are you Sam? Yes, you are Sam. Are you Sam bo'lsa, am I Sam? Are you Sam? Yes, I am Sam. Bu yerda men o'zimdan kelib chiqib shunaqa deyman, sizlar unaqa demaysizlar. Are you Sam? Yes, you are Sam desanglar bo'ladi. Shunaqa. Demak, bitta savol, bitta javob, bitta savol, bitta javob. Esda qolganicha-da, даже bitta gap aytsanglar ham, bitta gap, bitta savoldan aytsanglar ham уже plus, okay? Mhm. Xo'p, bo'ladi. Abdullah, describe the Yes. situation. Okay. Is there a boy? Yes. There is a boy. What is the boy? The boy. There is a boy. Who are you? I am Donald. Okay. Who are the Sam? What the Sam? Shunaqamidi? What is Sam? Wow. What is Sam? The Sam is samosa. Yeah. To'g'ri, yaxshi, to'g'ri. Yes, Sam is samosa. Okay. Yoki who is Sam?
yoki who is the samosa, right? Kto samsa bo'ladi? Yes, who is the Sam samosa? samsa bo'ladi. Sam is the samosa. Yes, Sam is the samosa. Okay. All right. Well done. Yes. Good job. Good job. Excellent. Fikratxon aka, Yes. describe the situation, brother. Okay. Is there a boy? Yes. Yes, I am a boy. Qarang, Uh, qarangda, who is uzr, gapingizni bo'ldim. Bitta logikaga nima e'tibor berish kerak edi. Is there a boy degani bola bormi deysizda, keyingisida ham man Yeah, okay. Yes, there is a boy says to'g'riroq bo'ladi. Yes, there is a boy. Okay. Mhm. Yes, there is a boy. Who is Sam? Who is Sam? Sam is samosa. Yes. Mhm. But who is Sam? Sam is samosa, but not Donald. Mhm. Shunaqa desa bo'ladimi? Bo'ladi. What is Donald? What is Donald? Donald is a boy. Yes, Donald is a boy. Donald is a boy. Who is Donald? Who is Donald? Donald. Who is Donald? I am a Donald. Yes, exactly. Okay. I am a Donald. Yes. Yes, I understand. Endi tushundim. Yes. Who is Donald? You are Donald. Who is Sam? Sam is samosa. Yes. Yoki? You are Sam. Yes. Excellent. I am Sam. The samosa. Good. Albek, Yes. you want to try it, Kurasan? Tak, конечно. Okay, describe the situation, brother. Tak, you are who you are? Yo'q. Salalashdim. Tak. Qazinchalik Are qoldim. you desem bo'ladi? Are you desem bo'ladi? Are you? I am a Donald. Tak, what the samosa? I am not samosa. I am a boy. Tak, who is are? Yo'q, manaqa. Donald kim desem bo'ladi? Who is Donald? Who is Donald? You are Donald. Siz Sam edasiz, uzr. I am Donald. Yana bitta. Who is? Tak, who is yo? Yeah. Tak. Who is Sam? Who is Sam? You are Sam? Yes. Excellent. Absolutely, yes. I am Sam. You are Donald. Well done. Good job. Yes. Excellent.